Cristiano Ronaldo Al Hilol bilan shartnoma imzolashga yaqin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan bosh efirda Husniddin Xolmatov. E'tibor bering do'stlar, Portugaliyalik futbolchi Cristiano Ronaldo Al Hilol bilan shartnoma imzolashga yaqin. Bu haqida o'zining rasmiy saytlarida xabar bermoqda. Ronaldoning xabar berishicha, men Al Nassrda o'ynab 2 yildan so'ng yuta olmayapman. Al Hilolga o'tib omadimni sinab ko'rishim mumkin deb o'zi aytmoqda Cristianoning o'zi. Al Hilol klubi esa unga qarshilik emas, Ronaldoni sotib olishga tayyor. Eslatib o'tamiz, Al Nassr tarkibida bu yil 25 ta gol urdi va eslatib o'tamiz, Cristiano Ronaldo faoliyati davomida kechagi o'yinda Al Fathga qarshi o'yinda 936-golni urdi va rekord natijani qayd etdi. E'tibor bering qadrli futbol ishqibozlari, agarda Cristiano Ronaldo Al Hilolga o'tsa, tarixda takrorlanmas o'yin bo'lib o'tadi. Nima desalang, klublar o'rtasida jahon chempionatida 18-19-iyun o'tar kechasida tunda bo'lib o'tadigan Al Hilol klubi Real Madridga qarshi o'ynaydi. Agar Ronaldo shu klubga o'tsa, Real Madridga qarshi maydonga tushishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz qadrli futbol ishqibozlari? Cristiano Ronaldo Al Hilolga o'tib Real Madridga qarshi o'ynaydimi? Fikrdan kamida qoldiringlar va videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Hammaga rahmat.